Ijaraga qo'ymoqchi bo'lgan investorlarimiz uchun tayyor bir xonali uyimiz, umumiy maydonimiz ham 34 kvadrat metr. Novostroykada joylashgan. Yunusobod 19-kvartal bir xonali uyimiz, 2-etaj, 11 etajli Novostroyka. Orientirimiz esa batalyon. Kvartiramiz remontimiz juda ham yaxshi, toza, kirib yashasa bo'ladi. Ijaraga qo'ysanglar ham indamay $400-450 atrofida ketadi. Kirishimizdan prixoshkamiz такой kompaktniy sanuzellarimiz joylashgan. Sanuzellarimiz samishon qilingan. Bu yerda esa kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham такой kompaktniy. Kuxnyagan turlarimiz bor, gaz, vichka, kotellarimiz hammasi tayyor ishlab turibdi. Bu yerda esa bitta xonamiz. Xolasanglar zal, ham spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 320 ga, uzunligi esa 6 metr. Remontimiz juda ham yaxshi, toza, Novostroykada joylashgan, zakritый двор, o'zining детский plashadkalari bor, parkovkada muammo yo'q. Atrofida bog'cha, maktab, hamma insatrolari bor. Narxiga kiradigan bo'lsa, narxini uy egalari 48300 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.